Assalomu alaykum rahmatullohi. Buxoro shahridan mana shunaqa chiroyli domdan 6-qavatdan 2 xonali kvartira sotuvga chiqyapti. Aynan sizlar xohlaganingizdek remontlar akkuratni chiqqan kvartira. Video obzorimizni oxirigacha ko'rib o'ting. Narxi navosi, qolgan ma'lumotlarni video oxirida aytib o'tamiz. Mana shu aytib o'tgan kvartiramizni o'zlaringizga qadar o'rnashlar. Kirgandan kvartiramiz ko'rinishi to'liq Yevrotamirdan chiqqan 2 xonali kvartira. Двухсторонний proyekt. Xonalari katta-katta tushgan, koridorni o'zini ko'rib turibsizlar. Kattagina eshiklari podzakaz MDF eshiklaridan asosiy zalimiz ko'rinishi to'liq supermoy shabolar bilan ta'mirlangan, patolog gipsokarton, girdiga LED berilgan, o'rta matviy natijli chiroyli qandillar qo'yilgan. Uyimizda isish tizimi, duxotir kotel orqali batareyalar qo'yilgan, oyoq taglari to'liq laminat qilib borilgan. Bu tomonda esa spalya qismi qadrlamoqchilar. Spalyaning o'zi ham did bilan ta'mirlangan. Gipsokarton chiroyli qandillar qo'yilgan. Proyekt двухсторонний deb o'tdik. Bu yoqda esa sal uzun alohida hojatxona ko'rinishi, arizona saksovtali qo'yilgan, litiy unitazda o'rnatilgan. Tahorat uchun smesili o'rnatib qo'yilgan. Mana bu tomonda esa vanna xona qismi, stack smesitlar, vannalari hammasi akril vannalar. Kafillar kombinatsiya qilingan ko'rib turibsizlar. LED abagrev chiroqlari Rakvina Corsa firmaniki. Bu tomonda esa oshxona qismi. Oshxonasi o'zi ham kattagina, abado kafil qilib bo'lingan, to'liq Yevrotamirdan chiqqan kvartira. Pushkalar o'rnatib qo'yilgan patologda. Duxotir kotelari plus balkonchasi bor. Balkonchasi ham kattagina balkon. 1,5 ga 3 balkon, katta yo'l yoqasida. Mana shu 2 xona 6-qavatda joylashgan 75 metr kvadratlik kvartiramiz kim ma'qul kelgan bo'lsa, pastdan nomerlarni qoldirib o'tamiz. Manzil Buxoro shahar 6-mikrorayon. Sak gilamlari prema orqasida. Narxi deyilyapti, ozroq summada kelishadi. 7 qavatli liftli domning 6-qavati liftlari ishlab turibdi. Domimiz vod bo'lgan, tezdan atoruz qilib beriladi. Kelinglar, ko'ringlar, chiroyli kvartiramiz egasiga aylanglar. E'tiboringiz uchun rahmat.